diagonal chiqarishda eng oson uslubi. Bu uslubni ishlatish uchun sizga hattoki sherik ham kerak emas. Hammaga salom, sizlar bilan Samandar. Bugungi videorolikda biz diagonal chiqarish haqida gaplashamiz. O'tgangi videorolikda har xil kommentariylar yozilibdi. O'tgangi uslubdan undan ham oson uslublar bor deb yozilishibdi. Ha, bor. Men bu usulni topdim va hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Lekin bu uslubni ishlatish uchun bizga ikkita katta ruletka kerak bo'ladi. Mening qo'limda bitta 50 metr, bitta 30 metrlik ruletka. Sizlar xohlasanglar ikkita 30 metrlik ruletka ishlatsanglar ham bo'laveradi va mana bunaqa kichkina ruletka ham kerak bo'ladi. Bu uslubda eng zo'r tomoni sizga hattoki sherik ham kerak emas. Chunki ko'p holatda bo'lib qoladi. Ruletka ushlab turganingiz bitta odam kerak. Odam bo'lmay qoladi. Shunda bir o'zimiz chiqarishimiz ham mumkin bu uslubda ishlatib. Hozir mana shu 3 ta ruletka, mana kichkina ruletka ham bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda molotok va 4 ta qoziq. Bu uslubimiz shunaqaki, qoziqni biz bir marta qoqamiz, tochkasiga qoqamiz. O'sha tochkasiga zo'r tushamiz. Xo'p, hozir birma-bir ko'rsatib o'tib ketaman. Tasavvur qilamiz, biz mana shu yerga tushirishimiz kerak. Допустим, fundament. Bu yog'i 8, bu yog'i 9 bo'lishi kerak. Mana bu yerda uyimiz bor, 8 ga 9. Shuni oldiga sizlarga ko'rsatib berish uchun yana bitta diagonal men chiqaraman. Men bu uydan 2 metr tashlayman. Eng oson qoqish bu ikkita qoziqni qoqib olishda. Sizlarda devor bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam devor yo'q bo'lsa, o'zingizlarda shu ikkita tochkaga qoziq qoqib turib ip tortib olasizlar. Shu uyga uy parallelni bo'lishi kerak-da, shu tomonni tanlaysizlar. Men mana uyga tekis qilib bunaqasiga tushirishim kerak. Bu uydan men 2 metr tashlayman. Sizlar qancha tashlaysizlar, bu o'zingizlarga bog'liq. Uyimiz 8 ga 9. Tak. 2 metrga qo'ydim. Endi yana bitta ruletkani olamiz. Men 30 metrlikni olaveraman. Biz albatta bunaqa ruletka ishlatishimiz kerak. Ruletkani noli mana miyetdan boshlanishi kerak. Mana shu miyetdan. Ko'p ruletkalar bilamiz, 0 miyetdan boshlanishi mumkin. U bizga to'g'ri kelmaydi, chunki bizda ushlab turgan odam yo'q. Biz buni bunday kiydirib bilan qo'yishimiz kerak. Keyin ko'p odamlar aytayapti, bunaqa ruletka cho'zilib ketadi deb. Bu ruletka spetsialniy qilingan qurilish ruletkasi. O'ta qattiq tortib, kuchi bilan tortmasa, bu ruletka cho'zilmaydi, uzilib ketmaydi. Bu ruletka cho'zilmaydi, uzilib ketadi, lekin cho'zilmaydi. O'tgangi shu videoda ko'p kommentariy yozishibdi. Tashlab qo'yamiz. Endi biz bu yoqda 9 metr yo'q. 9 metr yurishimiz kerak. Mana 9 metr. Mana buni 2 ga to'g'riladim va 9 metr. Mana qattiq tortdim, bo'ldi. Bundan da mana tarang tortdim, bundan da mana qattiqroq tortsam ham ruletka uncha kelmayapti. U degani bundan da qattiq tortishda keragi yo'q degani. Mana 9 2. Bo'ldi, bu yerga armatura kirgizaman. Tortganda armaturamda o'ynashi mumkin, chunki bu yerimiz hozir yomg'irdan keyin sal yumshoqroq. Lekin biz bilamiz, fundament chiqarayotganda 1-2 sm hech qanaqangi rol o'ynamaydi. Bo'ldi, ikkita qoziqni qoqdik. Bu ikkita qoziq eng oson qoziq, chunki buni любой odam qoqib olaveradi. Tak, endi biz yana bitta ruletka bizga kerak bo'ladi endi. O'z aslida ikkita 20 metrli ruletka bo'lsa ham bo'laveradi. Bu uyda razmeriga bog'liqda. Endi biz ko'p odam bu yerda diagonal yana bu yoqqa ikkita qoziq qoqadi, diagonalda o'lchashni boshlaydi. Diagonal aniq nechiligini bilmaydi, chunki uni tenglashtirishni boshlaydi. Lekin biz ozgina kallani ishlatamiz. Internetga yozamiz. Mana internetga yozamiz, metga узнать diagonal. Mana bo'ldi, найти.
Birinchi saytga kiramiz. Mana bu yerga mana 8 ga 9 qilib yozamiz. Рассчитать. Mana bizi diagonalimiz 12 metr 4 sm. Uyimiz 8 ga 9 bo'lsa, uylarda razmer boshqacha bo'lsa, boshqa razmer yozamiz. Bu internetda aniq qilib chiqarib beradi. 12 metr 4 sm ekan. Internet ishlatmasdan chiqarsa ham bo'ladi. 6-sinfda teorema Pifagora o'tilgan. Lekin buni hozir aytishga ham hojat yo'q deb o'ylayman, chunki internet bo'lgandan keyin bemalol buni qilib hisoblab olsa bo'ladi. Tak. Endi bu yoqqa ruletga tashlayman. Bu yoqqa tortaman, 8 metrga yo'q. 8 metrga bu yoqqa tortishim kerak endi. Uyimiz 8 ga 9. Mana 8 metrga tortdim. Biz hozirgina internetdan diagonalimizni ko'rib oldik. Bu bizning diagonalimiz-ku. Diagonalimiz 12 metr 4 sm ekan. Demak, men bu ruletkani 12 metr 4 sm ga tortsam, bu tomonimiz 8 metr 8 metrga tortsam, 8 metr. Bu yog'i mana 12 metr mana. Mana qattiq tortdim, bo'ldi. O'ta qattiq tortishning ham hojati yo'q. Mana 12 metr o'tib 8 da kelishtirishimiz kerak endi mana. Mana 12 o'tib, mana bunday bu yoqqa qilib kelishtirishimiz kerak. Mana kelishtirdim. Mana bu tomonimiz 8 metr, bu tomonimiz 12 metr 4 sm mana. Ko'rdinglarmi? Men kelishtirdim. Shop turib endi bu yerga biz qoziq qoqsak bo'laveradi mana. Endi xuddi shunaqa qilgan holda teskari qilamiz endi. Endi bu ruletkani u nariyog'i 8 metr, ashaqqa 8 metr, bu diagonalimiz 12/4. Diagonal bir-biriga teng bo'lishi kerak. Diagonal bir-biriga teng bo'lganda mana burchagimiz 90 gradus chiqadi. Ketdik endi narigi burchakka. Tak, 8 ni topdim endi. Bu yerda ham topishim kerak. 12 metr 4 sm. Mana. Mana bunday qarab qo'yamiz, ruletkamiz mana to'g'ri turibdi. Diagonalimiz 12 metr 4 sm. Bu yog'imizda mana to'g'ri turibdi. Tortdim. Qidiramiz endi mana. Ko'rishimiz mumkin 8 bu yerda, 12 4 bu yerda. Kelishtiramiz endi mana. Mana kelishtirdim. Ko'ryapsizlar, mana shu 12/4 bilan 8 da mana shu yerga men qoqishim kerak. Mana bo'ldi. Yerimiz ozgina yumshoq bo'lgani uchun ruletkani tortganda armatura ozgina qiyshayib ketyapti. Shunga o'ta qattiq tortib olmayapman. O'zi o'ta qattiq tortishda hojati ham yo'q. Bo'ldi mana, tortganimizda bu yoq 8 metr chiqyapti. Diagonalimiz 12 metr 4 sm. Bergi diagonalimiz ham 12 metr 4 sm. Beryapmiz 8 metr uje biz o'lchab bo'ldik. Endi tekshirib olish uchun yana bir marta o'lchaymiz. Tekshirib olish uchun bu tomonimiz biz esinglarda bo'lsa mana, bu tomonni biz umuman o'lchamadik. Hozir bu yoqda o'lchaganimizda 9 metr chiqish kerak.
burilayotgan olib qo'yib turaman. Tortamiz. Mana ko'rib olishimiz mumkin. Buyutimiz mana rovna 9 metr chiqyapti. 9 metr chiqyapti. Diagonalimiz 12.04, bu yog'i ham 12.04. Hamma yo'g'i zo'r bo'lib chiqdi. Agarda siz bundan da oson usullarni bilsangiz, обязательно kommentariyaga yozinglar. Bu usul bepul aytib berganim uchun sizlardan like, podpiska.